Hurmatli Noxin team, sizlar bilan darsdan davom etamiz. Endi biz swing struktura, tashqi strukturani ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar, endi hozir grafikka o'zi tushuntiradigan bo'lsam, tashqi struktura bizda o'zi nima? Tashqi struktura o'zi nomini aytib turibdi. Bu bizning tashqi strukturamiz. Mana bunaqasi katta diapazonli bizning tashqi strukturamiz hisoblanadi. Xo'p, bu tashqi strukturamiz aytaylik, o'zi mana bunaqasi mana linearni davom etayotgan bo'lsa, impuls korreksiya qilib, uning ichida bizda ichki struktura bo'ladi mana bunaqasi mana. Misol uchun ichki struktura davom etadi. Ya'ni mana shu struktura o'zi atak hammasi uni korreksiyaobrazniy ko'tarilib tushadi, lekin ya'ni bitta qilib olsak, bunda harakat bo'ladida. Uning ichida mana bu harakat ichki struktura. Hozir biz tashqi strukturani e'tiborga olamiz. Nega? Chunki bizda birinchi o'rinda tashqi struktura, undan keyin ichki va undan keyingisi shu noksin struktura. Ichkisi. Lekin ichki noksin struktura yig'ilib ichkini tashkil qiladi, ichki yig'ilib tashqini tashkil qiladi. Tashqi swing struktura ikkalasiga ham ya'ni anaqasi katta-da upravlaymiz. Xo'p, bir xilgina mana bunda отметка qiladi, ya'ni misol uchun mana bu minimum, maksimum sindirdi, minimum sildirdi, maksimum xudish tarzda oladi. Biz mana bu yaqin diapazon ichidan boshlayveramiz. Xo'p, hozirgi holatda mana bu tashqi struktura olmaymiz, chunki bizda sezilarli korreksiya yo'q. Xo'p, mana buni biz ichki minimum deb olsak, tashqi strukturani mana buni hozircha maksimum deb olmaymiz. Maksimum aytaylik, mana bu yerda turibdi-da. Nima sababdan olishini hali ko'rib chiqamiz. Mana qaranglar. Biz tashqi strukturaga bozor tanasi bilan sindirib o'tish kerak va bu uchun swing boss deb ataladi. Xo'p, prosta boss bo'ladi. Boss. Sal qalinlashtiring, mana boss sindirib o'tdi. Hozir bozor bizada bu bizani mana tashqi maksimum kuchli yozib qo'ying. Tashqi kuchli, bizada kuchli va kuchsiz minimum maksimumlar bor. Bu bizani kuchsiz, bozor kuchsiz tomonga olib ketadi. Bu bizani kuchsiz. Tashqi kuchsiz. Xo'p, bozor shu diapazonning ichida. Narxni yurg'izamiz. Hozir faqat prosta tashqi strukturani o'zini отметка qilib chiqamiz. Xo'p, bozor bir marta sindirib o'tdi. Sindirib o'tgandan keyin nima bo'ladi bizda? Boss bo'ladi. Biz buni boss deb отметка qilamiz. Hozir buni biz boss deb отметка qilamiz. Ya'ni boss deb tushuntiribsizlar, boss bo'ladi. Xo'p, keyingisi endi qaranglar. Biz hozir minimumlarni topyapmiz-da, ya'ni minimum bizda nima bo'lishi kerak? Kamida ichki struktura bunaqasi razворот qilganda bizani minimum tasdiqlanadi yoki bo'lmasam sezilarli korreksiya bo'lganda minimum bizda tasdiqlanadi. Xo'p, agar shular minimum misol uchun topish bizda aniq. Minimum topish uchun bizda qoidasi bor. Ya'ni sezilarli korreksiya bo'lishi kerak. Biz bu yoqqa minimum deb qo'ya olishimiz uchun yoki ichki strukturani razворот qilish kerak. Shunda biz minimum deb qo'ya olamiz. Ungacha minimum deb qo'ya olmaymiz. Kimdir hazillashyapti, narigi tomondan kirib, xo'p, ungacha minimum deb qo'ya olmaymiz. Endi bizani aytaylik, hozir biz minimum topishimiz kerak. Birinchi minimum tasdiqlashimiz kerak. Minimum tasdiqlash uchun bizda qoida bor. Maksimum topish qat'iy qo'yamiz. Maksimumni topish bu juda ham oson. Bu tashqi va ichki strukturada, ya'ni internal va swing strukturada. Bu bitta oddiy qoidasi bor. Mana misol uchun mana bu yerdan boshlanib to'g'rimi? Bizning tasdiqlangan minimum. Bozor kelib, mana bu yerda buzib o'tib ketdi. Shu diapazon korobkani ichiga bitta tortsak, korobkani, ya'ni shu diapazon ichida, ya'ni mana minimum va bu buzib o'tilgan joyi ichida eng yuqori chiqqan svecha, ya'ni eng maksimum chiqqan svecha bizani tashqi strukturamizni maksimumi bo'la oladi. Bozor o'suvchi trendda bo'lsa qanaqa bo'ladi? Misol uchun o'suvchi davomida ketyapti, bozor bir marta sindirib o'tdi. Biz maksimumni endi tasdiqlashimiz kerak. Maksimum uchun kamida bitta razворот bo'lishi kerak yoki sezilarli korreksiya bo'lishi kerak. Tashqi struktura o'suvchi trendda minimum topish uchun mana bu diapazonda bundoq qaraydigan bo'lsak, shu diapazonda eng minimum tushgan svecha. Ya'ni xudish tarzda topiladi. Adashmasam bu haqda ma'lumotga egasizlar. Xo'p, bizda hali minimum qo'ya olmaymiz. Nega? Chunki bizda sezilarli korreksiya yo'q, bu bir, undan tashqari kamida razворот qila olgani yo'q. Xo'p. Уже buni ola olamiz, sezilarli korreksiya deb. Chunki mana bu ko'tarilgan harakat bitta, o'zimda ko'tarilgan, lekin bitta harakat va bu yerda mana ichki struktura iBoss bor. Va lekin qaraydigan bo'lsa, yana qo'shimcha mana o'zida oldingi mana bu korreksiyalarga nisbatan sezilarli
Demak, biz nima qila olamiz? Bemalol bu bizning tashqi struktura minimum deb ola olamiz. Bozor har safar minimumlarni yengillab kelayotgani uchun bizda minimum kuchsiz, kuchli maksimum. Xo'p, narx ko'rsatamiz. Kuchsiz tomon olib ketdi. O'zi qoidasi bo'yicha impuls, korreksiya, impuls, korreksiya, impuls. Xo'p, bizda buzib o'tdi minimumni. Bo'z отметка qilib qo'yamiz. Hop, endi maksimumni qayerga qo'yamiz? Maksimum o'zi bizda qoidasi bor. Ya'ni mana bu yerdan boshlandi va mana bu yerdan buzib o'tdi. Bu bizning maksimum. Mana shu korobkaning ichidan yuqori chiqqan tochka bizning maksimum hisoblanadi. Maksimum ya'ni kuchli tashqi kuchli maksimum olib kelib qo'yamiz. Kuchli. Xo'p, minimum hali bizda yo'q, chunki sezilarli yoki yo'q. Sezilarli korreksiya bor. Bu bizning tashqi kuchsiz minimumni olishimiz mumkin. Sezilarli korreksiya bor va hozir shu diapazonning ichiga premium diskaunt tortadigan bo'lsak ham, уже 50% dan tepasiga kelgan. Bozor kuchli tomonini buzib o'tib ketdi. Bozor kuchli tomonini buzib o'tdi. Bu bizga nimadan xabar beradi? Trend o'zgardi, trend razvorot qildi. Endi bozor maksimumlarni yengillashni boshladi. Endi biz nima qilamiz? Xuddi shuni o'zgartiramiz. Endi bizda minimumli kuchli bo'ladi. Minimum kuchli, maksimum kuchsiz. Maksimum kuchsiz ekan, maksimum topish uchun nima qilishimiz kerak? Bizga kamida strukturni sindirib o'tish kerak yoki bo'lmasam sezilarli korreksiya berish kerak. O'zidan oldingi, ya'ni mana bu oyog'iga nisbatan mana bitta oyoqda harakatda bo'lsak, mana bitta kichkina korreksiyasi bor. Sezilarli korreksiya bersa, biz tashqi struktura maksimum topa olamiz, swing struktura. Buni sezilarli korreksiya deb ola olamiz. Maksimum bu yoqqa qo'ysak bo'ladi. Chunki уже mana bu yerda hozir mana bu razvorot borda, kichkina bo'lsa ham razvorot bor. Bu sezilarli korreksiya va bozor kuchsiz tomonni buzib ketdi. Har doim o'zi kuchsiz tomonni buzadi. Xo'p, buzib o'tdi, buzib o'tgan отметка qilamiz. Bu bizning swing strukturasini o'tdi va endi nima qilamiz? Mana bu yerda minimum bo'ladi. Nega? O'sha minimum topish uchun mana bu yerdan boshlandi, mana bu yerda buzib o'tdi. Bunda diapazonni oladigan bo'lsak, shu mana bu diapazon ichida eng minimum tushgan svecha shu bo'ladi va oldik. Xo'p, keyin dalcha davom ettiramiz. Bu sezilarli deb olsak bo'lar ekan. Bizning kuch tashqi kuchli va tashqi kuchsiz. Bozor shu diapazonning ichida. Ko'rasizlar, qanchalik tushgani bilan baribir kuchsiz tomonni bozor buzib ketdi. Xo'p, keyingi minimum qayerga ko'chadi? O'zingizlar uchun bitta o'ylanglar. 1 2 3 4 5. Minimum mana bu yerga ko'chadi. Nega? Chunki mana bu yerdan boshlanib shu diapazonning ichida eng minimum tushgan svechani olamiz. Xo'p, kuchli mana buni buzib o'tdi bozor. Boss отметка qo'yamiz. Ham boss deb yozmayman, endi shundoq ham o'zingizlar bilib turibsiz, strukturani sindiryapti. Xo'p, kuzatamiz mana buni sezilarli korreksiya bormi? Sezilarli korreksiya tugul buzib ham ketdi. Xo'p, bu yoqqa tushsa, bizga bozor kuchli minimum olib ketdi. Bizda o'zgaradi bozor, maksimum endi kuchli bo'ladi. Xo'p, minimumni sindirib o'tdi. Minimumni bu cho'ch desak ham bo'ladi yoki просто boss deb qo'ysak ham bo'ladi. Endi minimumlarni topishimiz kerak bo'ladi. Sezilarli korreksiya bor. Bu bizning minimum. Narxni yo'qotamiz. Hop, tanasi bilan buzib o'tish kerak bizga. Tanasi bilan buzib o'tdi bozor. Tanasi bilan buzib o'tdi. Xo'p, bu bizani maksimum qatga qo'yamiz. Mana bu yerdan boshlandi, mana bu yergacha buzib o'tdi. Shu diapazonning ichida eng yuqori chiqqan svecha. Mana bu bizani tashqi strukturaning maksimumi hisoblanadi. Kuchli maksimum, kuchli tomon tashqi struktura. Kuchsiz tomon mana bu sezilarli korreksiya deb ola olamiz. Ham yana mana bu yerda razvorot bor mana. Mana bozor kuchsiz tomonni buzib ketdi yana. Xo'p, struktura sindirib o'tdi, отметка qilib qo'yamiz. Maksimum qatga o'zi ko'rinib turibdi, avtomatik tarzda yuqori joyga qo'yib qo'yamiz mana maksimumni.
Xo'p, minimummi? Minimum. Xo'p, buni sezilarli korreksiya deb olsak bo'ladi. Sezilarli korreksiya deb olsak bo'ladi. Bizani minimum, mana minimum va maksimum olamiz. Bizani nametga qo'yamiz va minimum yo'q. Xo'p, hozir nechinchidan ekan? Bitta yana svecha yurg'izaylik. Xo'p, endi o'rtoqlar, hali bizda minimum tasdiqlanmadi. Bu yerda tasdiqlashiga chop kelib qo'yaylik. Mayli, mana tasdiqlandi deb olsak bo'ladi. Bozor hozir mana shu diapazon ichida turibdi. Tak, mana 17-noyabr 2021-yil 17-noyabrdan boshlab o'zingizlar atmetga qilinglar. Bu sizlarga topshiriq. Mana hozir men faqat tashqini o'zini oldim. Ya'ni tashqi tomon maksimum minimumni buzmaguncha kutasizlar. Atmetga qilib 2022-yil mayligacha atmetga qilinglar sizlar. O'zingizlar yurg'izib svechani 4 soatlik time frame 2022-yil maygacha. 22-yil may bir 15-20largacha, ya'ni o'zingizlar atmetga qilinglar. O'sha narsani anaqada tashab qo'yasizlar. Discordga kirib, darsliklar bo'limida savol-javobga o'zingizlar qilganinglarni tashlaysizlar. Men har bittanglarni tekshiraman va undan tashqari o'zim ishlaganimni, ya'ni hozirda men davom ettiraman-da, davom ettirib rasmini qo'yib qo'yaman. Yoki bo'lmasam hozir o'sha to'xtatinglar videoni to'xtatinglar, rostdan o'zingizlarga seriozniy qarab to'xtatinglar-da, chiqib atmetga qilib, o'zingizlar birinchi atmetga qilib, keyin videoni davomidan ko'ringlar. O'sha sizlarda qatta xato, nimada kamchilik bor o'zingizlar ko'rasizlar. Bo'ldi, sizlarga topshiriq. 5 sekund vaqt chiqinglar, ko'ringlar, qaytib shu joydan ko'rasizlar. Endi atigi 12 minut, 11 minut bo'pti. Boshlaylar. 1, 2, ketdi. Xo'p, endi videoni davomini ettiramiz. O'ylaymanki, sizlar chiqdinglar, o'zingizlar atmetga qildinglar va endi o'zingizlar bilan hozir men ishlaganimni solishtirasizlar. Qanchalik mos kelyapti va qanchalik to'g'ri ketyapsizlar. Oxirgi marta mana bizani strukturamiz ichi turibdi. Narx yurg'izamiz. Tanasi bilan buzib o'tish kerak. Kuzatamiz. Tanasi bilan buzib o'tdi. Mana bu bizani boz tashqi struktura maksimum avtomatik tarzda bu yoqqa ko'chib o'tadi. Bunaqa qilmay turinglar endi. Kim kirayotgan bo'lsa ham. Narx yurg'izamiz. Bu yoqda sezilarli korreksiya yo'q. Mana endi sezilarli korreksiya bor. Tashqi struktura kuchsiz minimum. Tanasi bilan buzib o'tish kerak bolalar bizani. Nega men misol uchun buni sezilarli korreksiya deb olmadim? Narx qaranglar, bozorga o'tib kichkinagina harakat bo'lyapti. Men bu sezilarlisi bor. Yuqoridagi nega sezilarli deb oldim? Chunki bu yoqda o'zidan oldingi mana men tushib kelayotgan oyoqda qanaqadir sezilarli korreksiya yo'qdi. Ammo bu yerda 2-3 ta bor va men bu sezilarli hisoblanmaydi. Narx yurg'izamiz. Narx bitta joyda ko'ryapsiz, diapazonda siqilib qoldi flatda. Qaysi bir tomonni yorib o'tishini kutishimiz kerak. Menimcha tashqi struktura mana razворотini qilibdi. Atmetga qilib qo'yamiz buni. Razворот qilgandan keyin tashqi struktura minimum joyda turadi va tashqi struktura kuchli maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Chunki buzib o'tgandan keyin mana sezilarli korreksiya bor, undan tashqari razворот ham bor. Xo'p, narx kuzatamiz. Mutoteli adashdi. Men bu kuchli, men bu kuchsiz bo'lish kerak edi. Bu kuchsiz, bu kuchli bo'lish kerak edi. Buzib o'tdi. Xo'p, buzib o'tgandan keyin mana bizning minimum, kuchli minimum. Bu esa kuchsiz. Kuchsizni atmetga qo'yamiz, sindirib o'tdi. Xo'p. Bizda endi tashqi struktura maksimumni birinchi atmetga qilishimiz kerak bo'ladi. Mana sezilarli korreksiya bor, razворот ham bor. Kuchsiz maksimum tayyor bizda. Swing struktura atmetga qilib qo'yamiz. Bozor shu diapazonning ichida. Demak, bozor kuchli tomonni buzib qo'ydi, yana razворот qildi.
uzdi. Demak, buni bunday o'zgartiramiz. Bizda endi maksimumlar kuchliga aylandi. Minimumlar kuchsiz. Narx yurg'izamiz. Bozor ko'tarildi. Tashqi struktura kuchsiz minimum. Kuchli maksimum. Bozor shu diapazonning ichida. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek fit soyalari bilan buzyapti. Bu bizga tasdiqlanmaydi. Bizga tanasi bilan buzib o'tish kerak bo'ladi. Vot, mana tanasi bilan baribir kuchsiz tomonni bozor buzib o'tib ketdi. Xo'p. Kuchli maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Tashqi strukturaning kuchli maksimum, kuchli minimum mana bu yerda buzib o'tgan, mana tanasi bilan buzib o'tgan. Buni atmetga qilishimiz kerak. Mana bu yerda tanasi bilan buzib o'tgan. Tanasi bilan buzib o'tib, mana bu bizning kuchli minimum, kuchsiz maksimum, minimum bo'lgan, uzr adashdim. Minimum bo'lgan, keyin bozor kelib uni bitta razворот qildi, mana sindirdi mana bu yerda. Va bizning kuchli minimum maksimum bu yoqqa ko'chib o'tgan. Ozgina shoshib qo'ydim-da. Tushunarli, lekin tushunib turibsizlar, o'ylaymanki. Sindirib o'tdi. Bizning minimum hali yo'q, sezilarli korreksiya kerak. Sezilarli korreksiya bor. Kuchsiz minimum. Bular shu diapazonning ichida. O'tuz bu yoqda ham strukturni davom etyapti. Mana mashinaning ichki struktura bundan keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Bu ichki struktura bizni kutishimiz kerak, yo tashqi yo qana buzib o'tishini. Ungacha ham biz hech narsa qila olmaymiz. Bo'l tashqi struktura kuchsiz minimumni buzib o'tdi mana. Kuchli maksimum bu yoqqa ko'chib o'tadi. Narx kuzatamiz. Sezilarli korreksiya berib, keyin ketdi. Mana bu yerda kuchsiz bu yoqqa o'tgan edi. Bu bizning minimum, bu bizning maksimum edi. Xo'p, kuchsiz maksimum bu yoqqa ko'chib o'tdi. Va mana bu yerda bitta strukturning bo'z bor. Uni ham atmetga qilib qo'yamiz. Narx yurg'izamiz. Sezilarli korreksiya yo'q. Уже mayga ham kelib qolibmiz. Qani. Sezilarli korreksiya bor. Bu bizning minimum. Xo'p, уже mana mayga ham yetib keldik o'rtalar. Qani bitta bir tomonni buzib o'tsinchi. Da, bozor kuchsiz tomonni buzib o'tib ketadi. Kuchli. Bu bizning kuchsiz tomonimiz. Bozor shu diapazonning ichida. Endi biz narxi qaranglar. Biz hozir umumiy ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Misol uchun mana impuls, korreksiya, impuls. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu korreksiyaning ichida, ya'ni mana shu harakat ichida ham struktura element bor-da. O'sha bundan keyingilarda uni ko'rib chiqamiz. O'sha sizlar ko'rdinglar adashmasam, nokson struktura, to'g'rimi? Kichkina diapazonda. Undan oldin ichki struktura mavjud. Xo'p, o'ylaymanki, tushundinglar. Tushunmagan bo'lsangiz yana qayta ko'ringlar. Bemalol Discordda savollarni bersanglar bo'ladi. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Nokson Team bundan ham ajoyib va sifatli darslarni yanada yetkazib boramiz.